Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ana shu Nexia X sotiladi. Yili 2009-yil. Donus Polyukus. Ichining sassenasi, chexoli poligolinimi bor. $314,000 kilometr yurib bitdi mashina. Atrofimdan bir ko'rsataman. Kraskasi mayda-chuyda bor, ustasini ham tekshirib olaveradi. Mana 4 dona toza balon tashalgan. Hozir motor qismini ko'rsataman. Mana motorning ko'rinishi toza akkumulyatorlar qo'yilgan. Motori nastroyka bo'lgan. Mana 2009-yil. Cho'tka sostenada. Hozir orqasini ham ko'rsataman. Metani yüzlük. Bu maşının bahası dostlar 38 milyon so'm. Egasinin nomerini описаниеda qo'yaman. Bemalol telefon to'g'risida pul juda zarur deydi. Srochniy sotiladi. Qatib qolgan baho yo'q, kelishib beriladi do'stlar.